Endi sizlar hammangiz gaplaringizga qo'shimcha sifatida aytib o'taman-da. Bizni ko'rayotganlar va alohida mana davlat organlariga ham shu jonli efir orqali murojaatimni qabul qilishlarini so'rab qolaman. Mana shunday ommaviy axborot vositalari bor. Uni ommaviy axborot vositasi ham deb bo'lmaydi. Ya'ni propaganda vositalari ular chetdan turib mana o'zlarini qanday xohlasa, senzurasiz nima xohlasa nimasini tarqatadi. Ma'lumotlarni, xabarlarni olib tarqatadi-da. Ularni ushlab bo'lmaydi. Ular chet davlatda o'tirib ishlayapti hamma narsasini, nimalarni mustaqil ommaviy axborot vositalari, ya'ni byudjetdan pul olib faoliyat ko'rsatmayotgan. O'zi mustaqil faoliyat ko'rsatayotgan bolalar hammasi O'zbekistonda. Bir narsani tushunish kerak-da. Bular hech qayerga qochib ketayotgani yo'q-da. Bular uchun siyli kompaniya trollarni yollab, trollar armiyasini ularni obro'sizlantirib, shu yoqqa chiqarib bir qandaydir beayparvardigorda shuni bir narsalar bo'yab, bezab, ana shu obro'sini bir tiyin qilib, shuncha qilib, keyin yana katta kuch bilan kelib, mana ofislarni olib, bütün aparaturasini olib, palonchi kinolarni tayyorlab chiqarish shart emas. Bunaqa shart emas. Farqini biling. Axir qarang. Har bitta organ xodimi, davlat xodimi, nafaqat organ, bütün davlat tashkiloti million oylik oladi. Bloger olmaydi. Million oylik oladi, shuning uchun u ishlaydi. Unga ham o'sha organ xodimiga ham, o'sha forma kiyib yurganga ham bir oyligini bermasangiz, ko'raman qanday bo'lishini. Zudlik bilan bitta ommaviy axborot vositasini tarkibida muxbir sifatida paydo bo'lib qoladi. Unaqa juda ko'p. To'g'risini aytaman-da. Lekin shikoyati bilan chiqadi. To'g'risi. Prosta bu yerda yana keyin bular pul olibdi deydi. Ya bir belgilab qo'yinglar, bunaqa bir nizomini chiqarib, qanday tartibda oladi bu. Misol uchun men yana gapimga qaytaman. Shunaqa ko'p tadbirkorlik faoliyatlarini ko'ramizda, birontasi bir konkret mana bozorlarga kirasiz, boshqa joylarga juda ko'p men aytaman. Hech qanaqa terminal orqali yo bank hisob raqami orqali olmaydi-da. Naqdda oladi yo chek bermaydi. Juda ko'p bunaqa faoliyat. Men misol keltirib o'tirmayman, hamma biladi buni. Lekin hech kim firibgarlikda yo tovlamaslikda ayblanmaydi-da. To'g'risida u narxni, misol uchun yaqinda mana dori-darmonga ham mana to'g'ri nazoratlar boshlandi, lekin shungacha xohlagan narxini qo'yib sotayotdi-ku. To'g'rimi yo'qmi? Xohlagan narxini qo'yib. Misol uchun mol bozoriga chiqsang ham xohlagan narxini qo'yib sotadi. Siz belgilab bera olmaysiz uni. Shunaqa. Любой bir dehqonchilik, poliz ekinlar deymiz, boshqa deymizmi, xohlagan narxini qo'yib sotyapti-yu. Sotib oluvchi xohlasa oladi. Xohlasa olyapti, xohlamasa bu ham xuddi shunday talab va taklifdan kelib chiqayotgan bu blogosfera o'zidan-o'zi paydo bo'lmayapti. Sababi fuqaroni tarmoqlar orqali prezidentga yetkazish maqsadida fuqarolar chiqib blogerga taklif qilyapti, reportaj tayyorlashga. Bloger keyin borib ishlayapti. Agar shunaqa yoki hayvonlarni reklama qiladigan bo'lishi mumkin. U ham prosmotrdan pul oladigan, u mizerniy pul. Unga ishlamaydi hech kim hozir. To'g'risida. Lekin men aytmoqchimanki, men bir narsa aytmoqchiman. Organlar o'zini o'rnini bilish kerak. Ya'ni ular davlat byudjetidan falon pul olyapti. Ya'ni xalqimiz to'layotgan soliqdan shakllangan byudjet hisobi. Ularni bütün faoliyati qonun bilan belgilab qo'yilgan. Ularni daxlsizligi ham hamma narsasi belgilangan ularning. Yeydigan ovqatigacha, kiyadigan kiyimigacha, yashaydigan kvartirasigacha, hamma narsa, keyingi pensiyasigacha hamma narsa ta'minlangan. Blogerda u narsa yo'q. Bloger bir oddiy odam, даже ko'pchiligini 90% aytyapman. Oliy ma'lumoti yo'q. Ular borib shunaqa yurak qilib borib shu murojaatni reportaj qilib tayyorlab beryapti. Rahmat deyish kerak. Xato qilayotgan bo'lsa, juda borib qafasga tiqish emas. Bolam bu yoqqa kel. Sen mana shu yerda xato qilding. Isbotlab ber qonuniy.
ogohlantirish. To'g'rimi? Rasmiy ogohlantirish qonuniy prokuror ogohlantirishini qiladimi? Yo ichki ishlar ogohlantirish qiladi, rasmiy ogohlantirish ber. Shundan keyin ham shunaqa narushение qilsa, keyin albatta u jazo qo'llansa bo'ladi unga. Sababi uni faoliyatini reglamentga soluvchi normalar hali mukammal ishlab chiqilgan emas. Tan olish kerak-da. Yana uni aybdor qilib firibgar to'lamachida tiqish noto'g'ri deb o'ylayman. Noto'g'ri. O'zbekistonning ichida turib tanqid qilyaptimi? Demak, ichida turib tanqid qilyapti. U chekkadan turib tosh atmayapti ayrim birovlarga o'xshab. O'zbekistonning ichida turib, mana efirga chiqib, o'zi gapirib nima qilyapti? Hech qanaqangi bir sun'iy intellekt bilan yuziga bunaqa ayollarning kiyimini kiydirib buni o'ynamayapti u. U haqiqatda o'zi jonli efirda. Yoki bir tekstni yozib olib gapirmayapmiz. Mana ichimizdan chiqib otilib chiqayotgan vulqonga o'xshab otilayotgan shu gapni aytyapmiz. Fikrimizni aytyapmiz. Men aytmoqchimanki, bir organlar bilan mana bu blogerlar o'rtasida qandaydir bir hamkorlikmi yoki bularni bir jamoatchilikka yig'ib, misol uchun nodavlat tashkilot qilib shu organlar bilan o'zaro bir qandaydir nimasini hamkorligini nimaga yo'lga qo'yish kerak. Sababi men boryapman mana guruhdan bilan misol uchun kadastrdan bir hujjat so'rayapman, bermayapti. Bunda shaxsga doir ma'lumot bor, boshqa misol keltiraman. Yo boshqa bir bloger bo'lyapti, yana bir narsani aniqlik ketmoqchi, Toshingni ter degan kitobni o'qiyapti, misol uchun. Misol keltirib aytayapman. Aynan bir epizodga qaratmanglar fikrni. Misol keltirib aytayapman. Va hokazo birovlar aytayapti, shu borsa misol uchun boryapti-da, qo'lini qayirib olib kirib, ishtondan ko'tarib olib borib qamayapman Elyor Tojiboyevga o'xshagan. Meni tomimdan nima qilib yuribsan degan savoliga qo'lini sindirib turib, olib borib tiqib, yana bir 20 ta delani qilib, 12 dan 15 dan epizod qilib qamashyapti. Haligacha 1 yil bo'ldi sudi bo'lgan. Yaqinda bir holat bo'yicha ham bir misol uchun murojaatchini tekstini ichidan bir so'z uchun 1 yil sudlashib yurdi. Murojaatchining tekstida shu tekstdagi gaplar rostmi yoki yolg'onmi degan savol berganimiz uchun 1 yil sudlashib yurdi. Zo'rg'a qutulyapti. Yo bizga kelganda hamma narsa mumkin. Haligi nima qilib tashaveradi? Ayb topib, boshqa qilib ularga kelganda даже rasmiy javob ham berishmaydi. Ayrim joylarda bizni haqorat qilgan joylarni biz yetkazganimizda javob ham berishmaydi. Muddatlar ham o'tib ketadi. Shunaqa narsa. To'g'ri, adolat bo'lish kerak-da. Adolat. Xuddiki bilasizlar nima bo'lyapti? Hurmatli organdagi aziz azamatlar, aziz do'stlarim, hamma sizlar bizga dushman emassizlar. Sizlar bizni nima raqiblarimiz ham emassizlar. Biz bir narsa, bir bayroq ostida O'zbekistonimizni gullab yashnash uchun ishlayotgan odamlarmiz, fuqarolarimiz O'zbekiston. Sizlar taroziga solinglar. Blogerni holati bilan o'zlaringizni holatlaringiz. Sizlar minglab odamsizlar. Milliardlab byudjetdan pul olasizlar. Bloger u hech kim emas aslida. U hech qanaqa byudjetdan pul olmaydi, mehnati bilan topadi. U o'zini xavf ostiga qo'yib o'sha borib tashkilotlarga kirib eshik taqillatib kiradi. Mana bu fuqaroni murojaati bor, shuni aniqlik kiritmoqchi bo'ladi. Unga yordam beringlar. Blogerning xatosi bo'lsa, o'sha yerda olib kirib aqlli bo'lsang, o'sha yerda xatosini ayt. Nima keragi bor? Janjallashib, urishib bu bilan. To'g'rimi yo'qmi? Davaydi bilim, nima deydi? Ochiqlik bo'lsa, ochiqlik bo'lsin. Prezidentimiz yaqinda aytdilar mana shu murojaatnomasida. Endi orqaga qaytish yo'q. Endi ochiqlik siyosati yanada jadal ravishda rivojlanish faoliyatini yanada rivojlantiramiz. Ochiqlik siyosatiga qarshilik qilgan, vatanga xiyonat qilgan bo'ladi degan gaplarni, shu mazmundagi gaplarni gapirishdi. Kelinglar prezidentimizni tashabbuslarini to'g'ri tushunish qanaqa e'tiroz bildirayotganimiz yo'q. Yondan uchatish. Biz bir 6-7 ta odamni minglagan, milliardlagan byudjetga ega tashkilot haqiqatan ya'ni qum qilib uchqizib boradi, ezib tashlaydi. Biz hech qanaqa sizlar bilan kuch sinasha olmaymiz. Biz tan olamiz bu narsani.
Lekin kelinglar bunaqa adolat bo'lsin. Ja unchalik qo'rqish kerak emas bizdan ham. Kelinglar biz bilan birga efirga chiqinglar. Xatomizni mana shu yerda aytinglar bizga. Kerak bo'lsa. Efir, jonli efirga bemalol qaysi organ bo'lsa ham. Kelinglar birgalikda o'tirib efirda xatolarimizni aytinglar, gap bo'lishimizni bo'ynimizga olamiz, tan olamiz. Lekin iltimos sizlardan so'z erkinligi mana prezidentimiz tomonidan qilingan tashabbusga to'sqinlik qilmanglar. Rivojlantiringlar, faoliyatimizga ko'maklashinglar, to'g'ri yo'lga boshlanglar. Biz ham to'g'ri yo'ldan ketamiz. Belgilar beringlar, to'g'rimi yo'qmi? Albatta Bahodir aka. Qo'shimchalar bo'lsa bemalol. Rahmat fikrlaringiz uchun. Qadrli do'stlar, bugungi efirimizda mazmunan gapirishimiz kerak bo'lgan, aytishimiz kerak bo'lgan so'zlarimiz shulardan iborat edi. Yakun o'rnida, xulosa o'rnida bir narsani aytmoqchiman. Biz jurnalistlar, biz blogerlar boshqa sohalar kabi birlashishimiz kerak. Hammadan ham xatolar o'tadi, qanaqadir kamchiliklar o'tishi mumkin. Hamkasbim qachon xato qiladi deb kutib o'tiradigan insonlar ham, hamkasblar ham bo'lishi mumkin. Aksincha, demak, mana shu jipslashib, mana shu sohani birgalikda yuksaltirishimiz, birgalikda mana shu bir yo'lda davom etishimiz kerak nazarimda. Chunki masalan bloger, oliy ma'lumotli jurnalist bu narsani haligi ajratish u to'g'ri yo'nalish emas. Masalan shaxsan men oliy ma'lumotli jurnalistman, lekin tan olib aytishim kerakki, ko'p jurnalistlar qila olmayotgan, demak, sohalarni qila olmayotgan ishlarni blogerlar qilyapti. Agar bloger degan so'z, jurnalist degan so'zdan ko'ra ko'proq taniqli. Shuni o'zidan ham mazmunan bilish mumkin. Ya'ni mana masalan men shaxsan oliy ma'lumotli jurnalistman, lekin tan olaman, blogerlar bugungi jamiyatdagi muammolarni to'g'ri ko'tarib chiqyapti, yechim berishga harakat qilyapti va kerak bo'lsa advokatlar, yuristlar qila olmayotgan ishlarni qilib o'sha yechim berishga uringan, yechim berayotgan holatlarni juda ko'p ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz. Umuman kelinglar shu soha vakillari biz birlashaylik, aybimiz bo'lsa o'zaro gaplashgan holatda o'sha kamchiliklarimizni bartaraf etaylik.